Sizlar uchun manfaatli va to'g'ri ma'lumot bo'ladi. Xullas, O'zbekistonda shuncha ma'lumot ko'ryapman, parkovka to'g'risida blogerlardan ko'proq noto'g'ri ma'lumot, bo'lmagan ma'lumot berishyapti. O'zbekistonda shuncha problemasi turib, imенно shu parkovkani hal qilishyapti. Xullas, undan bag'ri baribir. Tishi ham, gapi ham, tili ham o'tmaydi ularga, blogerlarga. Xullas, mana nima sabab bo'lyapti? Xullas, neytralga kelib neytralga qo'yib, ruchnoyda tortib, keyin parkovka qo'yish degan tushuncha bor. Tushunchani berishyapti. Nimaga unaqa? O'zi shu akadan mana shu videoni anchadan beri kutayotgandim. Videoni chiqarganingiz uchun rahmat aka. Qaranglar, akaning fikrlarini 100% to'g'riligini amaliy tushuntirishga harakat qilaman. Mashinani, avtomat korobkani qanday to'g'ri parkovka qilish. Mashinaga keldik. Zavodet qildik. Peda turibdi, tormoz bosilgan holatda D'ga olib oldinga yurg'izamiz. Mashina yura boshladi. Tormoz bosib mashinani to'xtatdik. Mashina to'xtadi. Aka endi nima demoqchi, qaranglar. Mashina yurib kelib to'xtadimi? Demak, u boya ko'rib turgan shesterni ham aylanishdan to'xtaydi butkul. Bunda selektorni bemalol P'ga olish mumkin, chunki u aylanishdan to'xtagan. Buni aynan men uchun D holatida turgan holatda birinchi neytralkaga olib, keyin P'ga olish shart emas. Mashina D'da yurdik mana. Mashina to'xtadi. To'xtagandan keyin tormoz bosildi holatda mashina yurmayapti. Bosildi holatda P'ga olamiz. Hech qachon mashinani yurib ketayotgan holatda bu ishni qilmang. Demoqchi aka. Mashina to'xtadimi? P'ga bemalol to'g'ridan to'g'ri tormoz bosilgan holatda P'ga olib, ruchnikni tortib, keyin tormozni qo'yadigan bo'lsak, hech narsa qilmaydi. Ba'zi birlarga o'xshab, aka aytayotgandek, Danielga o'xshab yurib ketayotgan mashinani hech qachon D drive holatida P'ga olish mumkin emas. Unaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, yurib ketayotgan mashinani P'ga olib, tormozni qo'yib yuboradigan bo'lsak, yurib ketayotgan holatida shesterni aylanib turibdi. O'shandagina boyagi to'xtatuvchi metallchi kelib tiqilib sinishi mumkin. Ayrim holatda unda ham mashina to'xtamaguncha korobka selektorni P'ga o'tkazib yubormaydi deyarli. Akaning fikrlari 100% to'g'ri. Aka uchun bitta respekt.